Bir erkak jim bo'lib sizni jazolayotgan bo'lsa yoki go'yo o'zini siz yo'qdek tutayotgan bo'lsa, hech ikkilanmasdan uni hayotingizdan chiqaring, hatto axlatga tashlang. Chunki haqiqiy sevgan erkak bunday pastkash xatti-harakatni o'ziga yarashtirmaydi. U bilan urushib qolgan bo'lishi mumkin, nimadandir kelisha olmagan bo'lishi mumkin. Bu har kimning boshidan o'tadi. Lekin mehrli erkak har doim birinchi qadamni tashlaydi. U sizni qidiradi, xabar yuboradi, yoningizga keladi, sizni quchoqlaydi, o'padi, gullar olib keladi. Chunki u uchun muammo kim haq degani emas. U uchun muhim narsa baxtli bo'lish. Va u yaxshi biladi, uning baxti ayolning baxti boshlangan joydan boshlanadi. So'z bilan o'lchanmas axir chin tuyg'u. Jim sevsam ham lek bu ishqim mangu. Bilasan men sensiz yasholmayman-ku. Kerakdan ortiq keraksan menga.